Xo'sh. Ichkilik, qumor, yetmaganiga ayoling topib kelgan pulni ishlatar ekansan. Man unaqa ishlar menga qara. Shu ahvolingda yana ayollar bilan yurib balo bormi? Nima? Hali shunaqamisiz? Hey, kelin, o'zingizni bosing. Sizga ham hozir navbat yetib keladi. Menga qara uka. Oila bu muqaddas narsa. Sizlar ikkalanglar o'zingizlarning yo'linglarni topib ketasizlar. Lekin anta norasida go'daylar yetimlikda qiynaladi. Farzandga rahmiylik kelmaydimi? Bitta oila buzilsa, arsh larzaga kelar ekan. Xo'sh, endi kelin bola navbat sizga. Har kun uyingizga ketib borib nima qilasiz? Nima bor shu uyingizda? Yana ovqatni ham mana bemaza pishirar ekansiz. Ovqatni yaxshi pishiradi. Nima deyapsiz, rais buva? Erim unaqa emasli ichmaydilar. To'g'ri. Ne unaqa bo'lmasa ekan, mana yozib qo'yibdi-yu. Mirjalolovlar oilasimi-sizlar? Yo'q. Rais, Mirjalolovlar bilamiz. Keyingisi bular Po'latovlar. Yo'q. Xo'sh. Tushunmadim. Sizlar ham ajrimga kelganmisizlar hozir? Sabab nima? Rais buva, hamma o'rtoqlarimda oxirgi iPhone. Bitta iPhone 7 olib bering desam, olib bermayaptilar. Hozir imkonim yo'q dey rais buva. Bo'lmasa olib berardim. Yo'g'ida sabr qilish kerak-da. Kelin bola, bitta arzimagan matohni ajrimga bergani uyalmadingizmi? Sizga bitta savolim bor. Onangiz ham eng oxirgi iPhone ishlatadimi? Otangiz olib berganmi? Yo'q. Mana shu savolimda javobni ham topdinglar deb o'ylayman. Endi ko'zinglar ochilgandir. Shu arzimagan narsaga meni vaqtim olgani uyalmadinglarmi, ha? Ko'r o'rningdan ikkalanam. Anta shuncha muammoli oilalar bor. Yana baxtli yashab yuribdi.